Assalomu alaykum. Penablog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, hamma g'ishtlarimiz sotilib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sifatli g'isht qidirayotganlar shoshilib qolamiz. 2025-yil 4-iyun holatida mana sex tarqa plashatka bo'shagan 2000 talik. Mana bu tomonda 1000 ta bor dedik, bo'shagan. Ichkarilar ketgan, faqat zaborcha qolgan mana. Buni ham yuklayveradi, 2000 ta ho'l g'ishtdan qolgan. Ishlab chiqaryapmiz. Ishlab chiqarishimiz to'xtagani yo'q, lekin sifatli g'ishtni farqiga boradigan klientlar g'ishtlarni olib ketyapti do'stlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyida yuklab berilayotgan g'ishtlar, lekin sifati o'ta zo'r holatda. Mana ko'rishingiz mumkin, sexda shu tomon g'ishtlarni ko'rsatdik. Mana bu tayinning namlari ko'tarib qo'yilgan, yuklanmagan. Bu yuklanib ketdi, bu yangi chiqyapti. Mana bu yerda bor edi, ko'rsatuvdim, nechta g'isht borligini. Mana shu o'rningizda 1000 ta bor deb ko'rsatuvdim. Yuklanib ketdi. Ko'rishingiz mumkin, hozir mana shu yerga mana shu g'isht yuklangan, klientga berilmagan g'isht mana. Qo'lidan tushib ketgan yigitlarni qoldir deb yuklamadik do'stlar. Shunaqalari yuklanmaydi. Bu yog'i hammasi ideal holatda. Hozir yuklanayotgan g'ishtlarni ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida do'stlar. Xitoy Hind parashogiga chiqyapti. Xitoy Hind parashoglarini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Telefon qilaverasiz ekrandagi nomerlarga. Mana klientga qanday g'ishtlar yuklanyapti ko'rishingiz mumkin. Tumbalik, latoklik hammasidan bor. Mana g'ishtimizning sifati o'ta qattiq holatda, qo'l umuman botmaydi. Hammasi hozir mana shu tomonga bir qator qo'yilganligi uchun qurigani shu yerda bor, shu yuklanyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bitta zo'r holatda hammasi. Burchaklari ham ideal. O'sha sifati zo'r uchun mana bo'shaganini ko'rishingiz mumkin sexda. Sex o'pshi bo'shab qolgan deyarli. 2000 ta ho'l g'isht bor, biz uchun u 2000 ta g'isht yo'q deganday gap. Chunki har doim 7-8 ming g'isht bo'lgan zapasi bilan. Bitta mashina ustini olib olaylik. Ko'rishingiz mumkin, yakka bog'ga 3750 ta zakasimizda 3000-chisi ketyapti do'stlar. Latoylik mana, latoylar oxiriga yaqinlashib qolgan uchun latoy ideal holatda yuklanyapti g'ishtlarimiz. Oldagida tumbaligidan ham bor do'stlar. Shu yerdan o'tib ketayin. Mana shuni yuklash jarayonlari davom qilyapti. G'ishtimiz idealligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda 1000 ta, u tomonda 1000 ta, 2000 ta ho'lidan qolgan xolos. Qurigan g'ishtimiz deyarli yo'q. Bundan keyin yoz tez qurib kelaveradi. 2-3 kunda bular ham tayyor bo'lib qoladi. Bemalol telefon qilaversan, idealligini ko'rishingiz mumkin g'ishtda. O'ta tekis holatda. Xitoy Hind parashogiga chiqyapti do'stlar. Xitoy Hind parashogini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Xitoy parashogi Buxoroda ham bor do'stlar. Buxoroga kelganda gipschiga yetkazib berib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilsangizlar gipschi nomerini beramiz. Shu gipschidan olib ketsangizlar ham bo'ladi. Buxoroliklar, Xorazm, Qoraqalpoq bemalol telefon qilsa gips bilan qo'shilib ham boraveradi. O'ta ideal holatda puliga yarasha g'ishtimiz ko'rishingiz mumkin. Hozir ovozi ham eshitilsa, qattiqligini ham mana oyoq bilan ham urib ko'rsatamiz. Eshitilsa eshitildi deb yozib ketamiz. Do'stlar, O'zbekistondagi eng sifatli g'ishtlardan deb bemalol aytib bilamiz. Bemalol ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab berilayotgan g'ishtlarimiz. 12,5 sotilib turgan g'ishtlarimiz 13 mingga ko'tarildi. Sababi gipslar, yo'l kiralar hamma narsa ko'tarilgani hisobiga bizda ham g'isht ko'tardi. Xullas, g'ishtimiz bor desa, telefon qilaverasizlar. Qurigan yetkazib beraveramiz. Tumbalik, latoylik hammasidan bor. Videomizni yoqgan bo'lsa, like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yish